Jo'ra, mana bolam yaxshi o'ynaydi ekan-a. Shu ham o'yinmi? Ne o'yinchilari ko'rmadi bu bosh. Futbolga ham qiziqishing bor-da, Jo'ra. Nafaqat qiziqish. Men futbolda ashaddiy fanatiman-ku. Ha, bilmagan ekanman. Hatto men katta klublarda ham o'ynayman. Ha, qaysi klublarda o'ynagansan? Shu dam olish kunlari qizlar bilan tungi klublarda. O'zingga ham bilasan-ku, Jo'ra. Ha, yaxshi. To'xta, Jo'ra, esimga kelib qoldi. Men ham seni yaxshi ko'raman, Sharofat. Jo'ra, shu Sharofat bilan qanday tanishgansan? Jo'ra, buni tarixi uzun. Shu desang, Jo'ra, Ispaniyaga futbol ko'rgan El-Klasikoga tushdim. Stadionda qarasam, go'zal bir qiz Real formasida. Meni bilasan, Barsaga sodiqman, Barsa formasida edim. Shu o'zbek qizligini bilib gap otdim. Shu bilan shunday tanishib ketdik, Jo'ra. Jo'ra, Ispaniyaga borganmisan? To'xtash, sen hamma yoshlar kabi o'qishga borganmisan? Yo'q, Jo'ra, men ishlashga borganman. Daromad qanday bo'lgan? Studentda qayda daromad? Hozir ishlashga bordim deding-ki. Ishlagani bor, qolib ketganman o'qigani. Sharofatchi, Sharofat ham o'qishga borganmi? Yo'q, Sharofat ishlashga borgan. Jo'ra, senga shunday imkoniyat berilganda, Barsani qaysi chizig'ida o'ynagan bo'larding? Jo'ra, menga bunday ham imkoniyat berilganda, Barsani hujum chizig'ida o'ynagan bo'lardim. El-Klasikoda Sharofatni o'rtaga qo'yib, rosa gol urgan bo'lardim-da. Videoni ko'ryapsiz, mehnatni ko'ryapsiz. Like bosib qo'yinglar, stolga had deshkada. Ha, aytgancha. Real zo'rmi o'zi, Barsami? Kommentariyada kutib qolaman. Yo'q,